Undan ko'ra o'sha pulga ona bolaga zarur narsalarni olaylik. Ona bolani salomatligi hamma narsadan muhim-ku. Oling. Rahmat. Ha, men o'ylabmanki, dang'illab beshik olib kelasizmi deb. Hozirgi bolalar baribir beshikda yotmayapti-ku. Shuncha isrofni nima keragi bor? Undan ko'ra faqat zarur narsalarni olib kelaman. Meni ham to'g'ri tushuning. 2 oydan beri maoshimni ola olmayapman. Bu yoqda qizimga ham tinmay sovchilar kelyapti. Meni oyim nuqul aytardilar. Sen tug'sang, dang'illatib beshik beraman deb. Ha, qaniydi. Tezroq o'sha kunlar kela qolsa edi. To'g'rimi oyijon? O'zi aslida hamma ayb o'zimda ekan. Ota-onali qizni kelin qilsam bo'lar ekanda. Voy, nega unaqa deysiz? Men ham unga onasidek mehr berganman. Faqat qo'lim kalta xolos. Sharoitim yo'q. Oyijon, qo'shnilarimiz nuqul mendan so'rashyapti. Qachon beshik olasizlar deb. Ha, endi umuman beshik to'y ko'rmas ekanmiz-da, oyijon. Mayli. Ilohi amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Meni ishlarim bor edi. Siz bemalol o'tirib turing. Keyin qiziz bilan gaplasharsiz. Voy, Xudo. Xudo xola, oyijondan xafa bo'lmang. O'zi shunaqa sal orzu havasli-da. Yo'q, nega xafa bo'laman? Tushunaman. Mayli, men Durdonaning yoniga chiqa qolay. Chiqing, xo'p. Ajab bo'pti. Voy. Ana endi ovsinimni boplayman. Qayerga yashirsin ekan? Kelin po'shalar. Kelin po'shalar. Qani bu yoqqa qaranglar-chi. Hozir? Labay oyijon. Nima gap, tinchlikmi? Yo'q. Tinchlik emas. Hozir men gapga ketishim kerak edi. Ha, to'g'ri. Kiyimlaringizni dazmollab qo'ydim, oyijon. Barakalla. Lekin shkafimda tillalarim bilan pullarim yo'q. Voy. Buni qanday tushunishim mumkin? Kim oldi? To'g'risini aytaveringlar. Oyijon, yaxshilab qarab ko'rdingizmi? U bu joyga tushib ketgan.